Assalomualaikum do'stlar. Bugun buyursa Pinduoduo saytining tirkeluv jayli bo'ladi. Bugungi saboq kanalga yoziluvni unutmanglar. Alдағы vaqtda Xitoy jayli, Xitoydan tovar zakaz etuv jayli saboqlarni solib o'tiradigan bo'laman. Buyursa sabog'imizni bosdik. Play Market'ten Pinduoduo saytining приложениесini skачать etuv kerak. Menda skачать etilib tur. Bastaymiz. O'sha Pinduoduo saytini ochganingizda Pinduoduo saytini ochganingizda o'shunday jasıl yozib o'tiradi. Bu Pinduoduo saytining условиялariмен kelisizmi deb tur. Jasılni bosamiz. Jasılni bosqasin o'shunday nishat, o'shunday so'z. Bu jasılmen turgan WeChat bot orqali tirkeluv. So'sini aslida ko'k yozib tur. Boshqa yo'lмен tirkeluv degan. Soni bosqangizda mana qarangizlar. Meniki mening nomerim mana Pinduoduoga tirkelib turgasin, menda o'shunday chiqib tur. Sizlarda bunday chiqmaydi. Sizlarda sразу nomer terib kerak bo'ladi. Agar o'shunday chiqsa, o'shunday bo'lib chiqsa, barliq oknolarni bitib yopib tashlaymiz. Yopib tashlaymiz. So'zini qaytadan kiramiz. Qaytadan Pinduoduoga kiramiz. O bizda mana o'shunday bet chiqib kerak. Shunday. Mana yerda mana hozir ko'kni bossak, ko'kni bosganingizda bizda o'sha ko'rdingizmi +86 nomerni ter deb tur. Bu mana nomermen tirkeluv. Nomermen tirkeluv. O'sha yerga mana qarang, +86 edi, o'sha +86 deganda o'shiramizda +7 deb yozamiz. +77 emas, +7 deb yozamiz. So'zini ari qaray o'z nomeringizni yozasiz. O'z nomeringizni yozib, o'sha qizilni bosamiz. So'zdan sizga SMS kod keladi. SMS kod keladi. Sol SMS kodni yerga yozib kerak. Tak, mendenishi 670537. Yo'q, 7917 61. Ne? O'sымен biz Pinduoduo saytiga tirkeldik. Jo'g'ar joqda ko'rdingizmi? Mening nomerim chiqib tur. Bo'ldi, o'sымен tirkeldi. Kelesi saboq kargoning adresini qalay добавить etuv kerak. Sol jayli bo'ladi. Kelesi videolarni qarashni unutmanglar. Sog' bo'linglar. Kanalga tirkelib ketinglar.